Assalomu alaykum. Men Farg'ona viloyati Oltiariq tumani 21-o'rta maktabning 2-toifali boshlang'ich sinf o'qituvchisi Dadaboyeva Lutfiya Akilovnaman. Bugun 2-sinf o'qish fanidan transport turlari mavzusida qo'llagan metodlarimiz ko'rsatib bermoqchiman. Bu usul kim toptiru kim chaqqon deb nomlanadi. Bunda bolalar 3 guruhga bo'linib, har bir guruh ishtirokchisi chiqib rasm tanlaydi. Rasm tanlaganda, masalan, bu mototsikl, bu quruqlik, ya'ni yer usti transporti bo'lgani uchun o'quvchi chiqib o'z guruhini rasmiga yopishtirib o'tiradi. Keyingisi havo transporti, mana vertolyot havo transporti bo'lganligi uchun guruh ishtirokchisi chiqib uni havo transport turlariga chiqib yopishtiradi. Bu usul yakunida qaysi guruh tez va chaqqon harakat qilib o'yinni yakunlasa, shu guruh g'olib deb topiladi va munosib taqdirlanadi.